Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Odil bo'yman va mana balakat bu nimasi bo'ldi yana? Tak, boshdan. Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Odil bo'yman va mana YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Kirganlardan obunachilar videoga like bosish va kanalimga obuna bo'lib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin, chunki biz obunachilar tez orada fit obunachiga erishishimiz kerak. Tak jigarlar, bugun hamma ishlarimizni qilishimiz kerak. O'tgan safar sizlarga aytgandim, qishloqda dahshat anaqa bo'ladi deb, nima edi nomi, meteoritlar yomg'iri bo'ladi deb aytgandim va u yomg'ir bo'lib o'tdi. Jitellar hammasini yig'ishtirdi va mana bu yerga meteorit tushganda hammasini yig'ishtirib chiki-puki qilib bo'lishdi. Lekin obunachilar mana buni qaranglar, mana ko'rishingiz mumkin. Pastda katta teshik qolib ketgan va meteoritdan bir qism qolib ketgan. No atak hech qisi yo'q. Buni tushunsak bo'ladi va hozircha hammasi juda ham yaxshi holatda. Hozir sizlar bilan birgalikda mana bu ishlarimizni qilishimiz kerak. Qani sani boltang emas, ketmoning desanglar obunachilar, ketmonim albatta uyda turibdi. Mana bu yerda endi mana bu gigantskiy keraksiz bir kunlik bunkerni yo'qotish kerak. Qadrli do'stlar, videoni davom ettirishdan oldin bitta kichkinagina problemani hal qilishni so'rab qolaman. Ya'ni bonasini yemsin, bizlarni 99% dan obuna bo'lmay kuzatar ekan. Nima qilish kerak bolalar? Hammasi like va axir bu foiz tezroq kamaytirish kerak. Hozir qar yobuna qo'yinglar bolalar onasini yemsin. Nima bu ahvol? Qarayapsizlar. Chunki bu janob mer tomonidan buyurilgan buyruq va men buni bugun emas, ertaga yo'qotishga qaror qildim. Sababi obunachilar, to'g'risini aytadigan bo'lsam, juda ham charchadim. Aytgancha obunachilar konkursga o'tib olish esingizdan chiqmasin. Konkurs reklamasini videoda ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki mana shu gaplarimdan biroz o'tib ko'rasizlar. Jigarlar, chunki bu konkursda sizlar bilmaydigan juda ham zo'r narsalar bor va bu sizlarga albatta qiziq bo'ladi. Shaxsan o'zim aytyapman. Siz o'ylashingiz mumkin, bu Odilboyning kanali o'zi deb. Ha, albatta kanalim o'zimniki. Balobattar, xullas konkursga o'tib olasizlar. Konkursni ham shaxsan yaqin do'stim bilan uyushtirganmiz. Mana shunaqa gaplar jigarlar. Xullas, endi sizlarga qishloq hayotidagi gaplarni aytib beradigan bo'lsam, bizda disiplinamiz qanaqa ketyapti? Har doimgidek videolarimda aytib o'tganman disiplina nimaligini va hozir men sizlarga uni explain qilib berishim shart emas. Ya'ni explain o'zbekchasiga tarjima qilsak, tushuntirib berishim shart emas. Xullas, bizda disiplina har doimgidek, ya'ni bir xillikni ushlab turibmiz. Mashalloh deymizmi obunachilar bu narsaga? Mana endi o'zimizni maqtab turgan paytimiz mana bunaqangi kartoshka chiqib qolib videoni buzib qo'yadi va disiplinamizni buzganimiz mana shu yerda aniq bo'lib qoladi. Tak, obunachilar. Xo'p, biz bu narsaga ahamiyat bermaymiz, chunki bizani hali juda ham ko'p ishlar kutib turibdi. Ya'ni qanaqa ishlar desanglar, obunachilar, hali men buni yig'ishtirish kerak. Sizlar uchun olgan videolarimni montaj qilishim kerak. Undan tashqari sizlar bilasizlar, Kamino Kamtarin O'zbekistondagi number 1 editor va bu editni ham qilishim kerak. Ya'ni maxsus editlar tayyorlashim kerak jigarlar. Mana shunaqa. Assalomu alaykum janob mer, uzr so'ramasdan kirganim uchun bugungi narsalarni barchasini olib keldim va o'ylashimcha bu narsalar sizga ma'qul keladi. Bo'ldi, nimaga bozorda bor tinchmisa charchamayapsanmi? O'tgan safaring meteoritlar bo'ldi, xalaqit qilmadimi? Manda cho'tki hammasi, uyimni tepasiga bitta katta meteorit tushdi. Boshqa qishloqdagi hech qaysi jitelni uyga tushmadi va vaholanki uni olib tashlashdi. Ammo janob mer baribir ham bu menda yomon taassurot qoldirdi. Bilmayman, men qanaqadir omadsizman, balakat janob mer, ishonasizmi? Yo, unaqa dema, sen juda ham zo'rsan. Sani bir-biridan qiziqarli va bir-biridan ajoyib obunachilaring bor edi. Nega kanalni paypoq alishtirgandek alishtirasan, ammo obunachilaring seni topib obuna bo'laverishadi. Men bunga qo'l qoldim to'g'risi. Bundan hattoki motivatsiya olyapman. Ya'ni qaysi ma'noda? Har ishingni vashshe give up qilmaysan, cho'zsam, ya'ni nima desam bo'ladi? Kanal sotgandan keyin o'ylab qo'ymaysan, obunachilarim meni qo'llashadimi deb yoki obunachilaring give up qilmaydi. Ya'ni kanalni sotgandan keyin bu ishini tashlab yuborarkan. Bitta yangi kanal ochdi va 30 so'm olishadi. Bu esa juda ham ajoyib. Ha, to'g'ri aytasiz, obunachilarimga prosta respekt, chunki ular sigma. Obunachilar, agar sizlar haqiqatan sigma bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, mayli bo'pti janob mer, men ketdim. Biroz tartibsizlik uchun uzr. Hammasi joyida bo'ladi degan umiddaman. Davay bilan gaplashamiz. Davay. Obunachilar ko'rayotganinglardek janob mer bilan vash ishlanchi puki qo'yganman. Xullas shunaqa gaplar. Odilboy. Bu kim edi bu? Jitel, salom, nimaga devorga qarab olding? Bugun qo'shni jitillar tug'ilgan kuni bo'lyapti, bilyapsan? Nima?
Nahotki bugun qo'shnim jitelning tug'ilgan kuni bo'layotgan bo'lsa? Nahotki buni bilmasang? Xo'sh, soat nechiga ekan o'ylashimcha kechga, lekin kechgacha voy palakat, unga sovg'ani olmadim. Hattoki oyligimni ham olmaganman. Sovg'aga nima beraman axir? Bir kun qoldi-yu. Sani bilmadimmi, men lekin dahshat Rolex soat oldim, bro. Tak, men senga kartamda biroz pul bor edi. Yarmini tashib bersam, menga shu soatingni bera olmaysanmi? Men unga nima desam bo'ladi? Biror narsa olib borishim kerak. Sen esa Rolexni qayerdan olgan bo'lsang, agar o'zingda ham puling bo'ladigan bo'lsa, o'zing olasan yoki boshqa biror sovg'a o'ylab topasan. Lekin hozir xayolimga hech qanday sovg'a kelmayapti. Senga maslahat. Soatimni hech qachon bermayman, o'lib qolsam ham, chunki men seni ko'ra olmayman, chunki men o'zmenman. Ya bo'ldi, всё, o'sha Instagramda ko'rgan ba'zi bir blogerlaringga o'xshashing shart emas. Menga shunchaki sovg'a haqida gapirib ber. Tak. Короче, senga nima tavsiya beraman, Odilboyjon janoblari. Xullas, sen shunaqa sovg'a berishing kerakki, u butun umr esda qolishi kerak. Vau, dahshat narsa gapirding. Hozir bu gapingdan keyin sovg'ani bittada topa olaman. Endi bu narsani o'ylab umrim o'tib ketadi. Palakat oldida uyalib qoladigan bo'ldim. Yetmaganiga men tug'ilgan kunimga kelgandi va menga sovg'a bergandi. Onasini mayli. Ha, mana shu gaplar. Mayli bo'pti. Aytingchi tug'ilgan kunini soat nechida bo'lishini aytmaning. Soat 2da. Voy palakat, obunachilar soat hozir necha bo'libdi? Voy, tezlash Odilboy, soat menimcha 10 bo'lib ketdi уже. Tak, soatga qaraymiz. Voy palakat, shunaqasi ham bo'ladimi jigarlar? Soat 12 bo'libdi-yu. 2 gacha 2 soat qoldi va hozir endigina bildim telefonimda teshik bor ekan. Qoyil, aynan markazda. Mayli bo'pti obunachilar, nimani o'ylayapman? Xo'p. Tak, birinchi navbatda men nima qilishim kerak jigarlar? Kstati! Kallamga prям shedevr narsa keldi-yu jigarlar. Как раз mana shu xona obunachilar sovg'a uchun juda ham to'g'ri keladi. Sen bu xonani bera olasan deysizlarmi? Yo'q, men bu xonani prostaga berib qo'yish niyatim yo'q va hech qachon bu xonani bermayman. Buni buzib tashlayman obunachilar, lekin undan oldin bahorada bu xona yig'ishtirilgan bo'ladi va mana shu xonada uni qo'rqitaman, nima dedinglar? Qo'yilmisizlar? Fikrimga qo'shilasizlarmi? Agar qo'shilsanglar videoga like bosib qo'yinglar. Tak, obunachilar, okey. Uni qo'rqitishimiz uchun birinchi navbatda xonada hech narsani qoldirishimiz kerak emas. Tak, men gilamdan boshlayman. Birinchi gilamlarni barchasini shaqillatib olib tashlayman. Chunki bunday sapsariq gilamlar qo'rquvni yo'qotadi. Maksimal qorong'i, maksimal o'rgimchak to'rlari bo'lishi kerak va o'rgimchak to'rlarini qayerdan topishni juda yaxshi bilaman obunachilar va mana bu narsalarni barchasini olib turib boshqa sandiqqa o'tkazib turishim kerak bo'ladi. Tak, ya'ni o'zimni sandig'imga o'tkazishim kerak bo'ladi jigarlar. Xo'p, hamma narsani olib tashlayman. Mana bu kerak bo'ladi va har ehtimolga qarshi mana bu kerak bo'lib qoladi. Plus mana bu ham kerak bo'ladi va walletimizda bizning necha 100 million dollarimiz bor ekan. Tak, 5 dollarimiz bor ekan. Okey, bu narsaga hatto o'rgimchak to'g'risini ham bermaydi. Xo'p, mana buni tez olib tashlaymiz. Buni olib tashlaymiz. Buni ham vash kerak yo'q. Ayniqsa mana buni ham umuman keragi yo'q. Okey, mana buni ham olib tashlaymiz. Xoldingimizda ham olib tashlaymiz. Tak. Xo'p, mana shunday va mana shunday jigarlar. Xo'sh, ana endi bularni ham tezlik bilan narsalarni joyiga joylashtirib tashlaymiz va bizda bunaqangi unchalik katta bo'lmagan uyutniy xona bo'lib qoldi. Ya'ni uyutniy nima desanglar obunachilar, bir shinam xona bo'lib qoldi, lekin biz mana shu iflos ulguri shinamni yo'qotishimiz kerak. Birinchi navbatda mana bu sinmas qandillarni olib tashlaymiz. Bu narsa umuman kerak yo'q, chunki taassurotlarni o'ldiradi. Ya'ni qanday qilib obunachilar tug'ilgan kuniga qo'rqinchli xonani sovg'a qilaman, uni biroz qo'rqitaman va butun umr esidan chiqmaydi. Ya'ni mobodo sizga keyingi safar tug'ilgan kuni bo'lsa eslaydi, nimadirdan sal cho'chib ketsa ham eslaydi. Xullas, hamma vaziyatda eslaydi. Obunachilar, endi bundoq qilamiz. Vau, prosta xona qulflanib qolsa chichivoradi devorga. Xo'p, okey, maksimal qorong'i bo'ldi degan umiddaman jigarlar. Ana endi biz nima qilamiz? Endi bu yerga biroz qon, biroz skelet va bizga biroz o'rgimchak to'r kerak bo'ladi va bularni hammasini qayerdan olishni juda yaxshi bilaman. Attang obunachilar, videoni ham уже vaqti kelib qopti-yu, palakatdingni. Okey, mayli tez qilaman. Agar ulgurmasam obunachilar, davomini keyingi videoda ko'rasizlar. Jitelning reaksiyasini. Xo'p, okey, birinchi navbatda mana bu narsamizni joylashtirib olishimiz kerak va mana buni mana shu yerga qo'yaman. Bu juda ham katta va kirganda prosta tak hovliqib ketish uchun. Tak, burchakka buni qo'yaman va tak, mana buni qo'yaman desam,
o'tga sig'mas ekan. Okey, mana buni qo'yaman va mana bu o'rtada yotgan bo'ladi, tipa uxlayapti jigarlar va mana bu yerga tak, qayerga qo'yish mumkin buni? Hop, mana shu yerga qo'yarkanman. Okey, kiradi. Oh my god deydi obunachilar, bu yoqqa keladi. Oh my goodness deydi obunachilar, kelmam. Oh my goodness, qarolmayman palakatini. Oh shit deydi obunachilar, shuni orqaga qarab ketadi. Palakat nimalar deyapman a. Va mana buni просто men bunga qo'yib qo'yaman. Qarashga joy topolmay o'lib ketadi. O, shunaqa ham iflos bo'lamanmi jigarlar? Shunaqa darajada ham yomon bo'lamanmi? Janjali bo'lib ketmaylik obunachilar. Ritilni ham o'ylash kerak, lekin bu yoqda men yaxshi ish qilmayapman. No, agar bu narsa chindan Ritilni qo'rqita oladigan bo'lsa, men bundan vashshe xursand bo'laman. I will really excited bo'ladi jigarlar. Bu narsa sinishi azob ekan, ha? Qani meni sevimli kirkam. Kirkamni palakat obunachilar yo'lda tushirib qo'yma shekilli. Tak, bro. Voy, bunaqasini birinchi marta ko'rib turishim. Okey, obunachilar, unda havoda uchib turgan qonni ko'rmam qo'rqib ketadi. Xo'p, buni albatta ochiq qoldiraman, sababi hozir agar uni ko'zini yopib turib ochadigan bo'lsam, qiyiq degan ovozlar chiqib qolib, odamni dahshat uyaltirib qo'yadi. Tak, ana endi jigarlar, videoni vaqtini ko'ramiz. Voy palakat, sizlar bilan xayrlashish payti bo'lib qopti-yu. Barchaga xayr obunachilar, sizlar bilan qisqa vaqt ichida men Odilboy bo'ldim. Videoga like bosish va kanalga obuna bo'lish albatta esingizdan chiqmasin. Konkursga ham qatnashasizlar degan umiddaman. Agarda sizlarga videoni davomi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada tarvuz deb yozib qoldiringlar. Okey, men ketdim Ritilni chaqirishga.